10 barobar ham foyda qilsa bo'ladi. Mevachilik sohasiga shunchaki oddiy biznes sifatida qaramaslik kerak. Ya'ni biznes sifatida qarash kerak. Lekin bu shunchaki bir daraxtni olib kelib turib ekib qo'ydik, u 3-4 yil o'tib turib meva beradi, u mevalarni sotib turib biza katta pul jamg'aramiz deb o'ylamasligimiz kerak. Bunaqa o'ylaganlarni deyarli hammasi inqirozga uchraydi. Bunaqalarning hammasi bog'dan hafsalasi pir bo'ladi. Biza endi shu vaqtgacha men bemalol aytishim mumkin, mana butun Markaziy Osiyo hududida bunaqa insonlarni ko'p uchratganman. Bularning ichida, ya'ni shu muammoga kirgandan keyin bo'ldi, bu bizni ishimiz emas ekan deb turib yig'ishtirib qo'yganlar ham bor. Hafsalasi pir bo'lgan deydi. Bog'ini ya'ni davom ettirmaydi. Ya'ni shunaqa odamlar ham borki, xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarib turib, to'g'ri bog'larni tashkil qilib, juda ham zo'r pul ishlayotgan bog'lar ham bor. Aslida bog'dorchilik sohasi eng daromadli sohalardan bittasi O'zbekistonda. Mana o'zingizam bilasiz, biznesda kamdan kam hollarda birga bir foyda qilish mumkin. Yo'q, juda qiyin. Bu biznesda xudo xolasa 10 barobar ham foyda qilsa bo'ladi. To'g'ri tashkil qilsa. To'g'ri tashkil qilsa.